Assalomu alaykum qizlarjonlar. Faberlikdan navbatdagi bir korobka zakazimiz keldi. Videoni oxirigacha ko'ring, kanalga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Birinchi mahsulotimiz bu Faberlik kolgotkalari. Mana S razmerda haqiqiy original kolgotka. Bu uncha-munchaga titilib ketmaydi. Keyingisi Zima seriyasidan qo'llar uchun davolovchi qo'l kremlari. Yorilgan qo'llarga juda ham effekti yaxshi. Qotgan, yorilgan qo'llarga buni oldini olish uchun ham juda ham chiroyli sovg'a bo'lgan. Va Lovely Moments'dan kichkintoylarimiz uchun 3 yoshdan boshlab bolajonlar uchun dush gellari. 2 xildan keltirilgan. Shamollashni oldini olish uchun sezon vaqtida immunitetni ko'tarish uchun vitamin C. Bundan 3 dona zakaz qilishgan. Bu vitaminlar askorbat shaklida bo'lib, juda yaxshi so'riladi va immunitetni ko'tariladi. C vitamin organizmda kollagen hosil bo'lishi va so'rilishini ham juda yaxshilab beradi. Keyingisi, demak, ayollar salomatligi uchun ko'plab vitamin, minerallarni o'z ichiga olgan kompleks. Immunitetni juda ham ko'tarib beradi. Oxyology'dan yuz uchun toniklar 4 dona kelgan bunda. Aksiyada kelgan edi. Birdaniga 4 dona zakaz qilib oldik. Keyingisi bu badan uchun xushbo'y spreylar, soch va badanga sepiladi. Mist bu. Samba del Rio'dan. Hidi juda ham yaxshi. O'tkir ham emas, o'ta shirin ham emas, juda ham yoqimli. Aynan mana shu rangidan tavsiya qilgan bo'lar edim hammaga. Sarpoga ham juda ham chiroyli ko'rinadi. Keyingisi bu Woman Village atirlari. Mana shunaqa dizaynda chiqyapti hozirda. Urban Legend atiri erkaklar uchun. Bu juda ham ko'p sotiladigan atirlardan. Mana shuni jinskiy varianti. Urban Legend for Hair. Ayollar uchun varianti. 30-35 artikuli bilan. Bu juft atirlarni ayniqsa sarpolarga soladigan bo'lsak juda ham chiroyli ko'rinadi va bu atirlar birgalikda sepib yurganda juft atirlarni o'ziga xos hidni hosil qiladi. Atrofga juda ham yoqimli atirlar. Mana bu yengil issiq sezonni boshlangani uchun yoqimli atirlardan biri. Donna Felishni yangi chiqqan varianti Portofino. Bu ham jinskiy. 3110 artikuli bilan. Keyingilar, demak, Faberlikni eng mashhur shampunlardan Expert seriyasidan sochlarni turlariga ko'ra, muammolariga ko'ra davolovchi, hidlari ham o'ta xushbo'y bo'lgan shampunlar. Mana balzamligi bo'yilgan sochlar uchun Extra Force ukrepleniya qiladigan, hajm beradigan, Everstone kuchaytiradigan, tiklaydigan, laminatsiya qiladigan, ya'ni bu shampun sochni tekislashga yordam beradi. Va bir qancha shampunlar aynan Faberlik tabiiy seriyasidan. Miyodli, asalli, krapivali, qora sedanali, aloyli variantlardan keltirilgan. Demak, bizni aynan mahsulotlarimiz mana shunaqa maxsus nakladnoy qog'oz bilan keladi. Bu aynan haqiqiyligini
isbotlab beradi mahsulotlarimizni. Original Faberlik mahsulotlarini xarid qilishni xohlasangiz, arzon narxlarda yoki Faberlikka a'zo bo'lib ish boshlashni istasangiz, o'z biznesingizni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz, bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Buning uchun qoldirilgan raqamlarga telefon qiling yoki Telegramdan yozing. A'zo bo'lish mutlaqo bepul. Sizni Faberlik mehrli guruhimizda kutib qolamiz. Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Bu biz uchun juda ham muhim. Xayr, salomat bo'ling.